Millioner Kattibay tuyuqsiz yurak kesili qo'zg'alib qilib o'lib ketdi. Lekin miras taqsim qilganda u eng bizar o'g'liga 3 million yuan taqsim qildi. Ayolmi baliq uy mulk va pay chekiga varislik qilgan bo'lib, shuning bilan birga xayr-saxovat o'rlari nurg'un yordamga erishdi. Dadasi Amra qiziqlar faqat odam oyoq bosmaydigan o'rmonliqdagi gamini bo'lib berdi. Garchi qizchaq taqsim qilishdan intayin norozi bo'lsa-mu, biroq dadasining vasiyati va dadasining tanlashiga hurmat qilmas bo'lmaydi. Lekin advokat vasiyatnomani bergandan keyin kishida o'zi bilmoqchi bo'lgan javobning borligini aytib qo'yib ketib qoldi. Qizchaq gumon bilan arxiv xaltasini ochdi. Arxiv xaltasining ichida bir tal barmoq diskisi bilan yana bir ochqich bor edi. U ko'ngildagi gumonni yechish uchun darhol barmoq diskini kompyuterga chitib ko'rishga boshladi. Ichida dadasi hayot vaqtida singa ilib qo'ygan mazmun bor bo'lib, dadasi qizchaqqa bo'lib bergan gamining konkret o'rnini aytib bergandan keyin 9 yildan buyon o'zining yoshirib kelayotgan o'zining bir maxfiyatligi borligini bildirdi. Endi qizga bu maxfiyatlikni hech kimga oshkorlab qo'ymaslikni qattiq ogohlantirdi. Sim ko'rinishini ko'rib bo'lgan qizchaq hangoqib turib qoldi. Bir tal tashlandiq eski gami qancha pul yaraydi? Acaba u gamida oltin kumush yoshirilganmi? Qizchaq uzun o'ylanib qolishga bu tugunni yechish uchun atrofda odam yo'q fursatdan foydalanib iliqi eski gami bor joyini teskiklar tepib keldi. Keyinla qizchaq qo'ldagi ochqich bilan eshikni ichib jonni alqon ilib qo'yib gamiga kirdi. Ilmu yaxshi qop-qorong'u gami ichiga tok aslalari to'liq o'rnatilgan bo'lib, qizchaq tokni yondirib qarmoqqa qadimiy qabrga o'xshaydigan qo'rqinch ichida tixmu ishkirlab bir maxfiy uyga kirdi. Maxfiy uyda uzun zanjir bog'liqlik chachlari oqirib ketgan bir buvay bor edi. Qizchaq qo'rqib tursa-mu qarshi tarafning hayot yoki o'liklikni bilib beqish uchun uningga asta-asta yaqinlashdi. Lekin buvayning qattiq cho'chib midillishi bilan qizchaq qo'rqib ketib, kayniga qarmay bu yerdan qochib ketdi. U dadasining gamiga nimishqa bu buvayni qamab qo'yganligini faqat o'ylab yetolmadi. Degi-dukida qizchaq saqchiga ma'lum qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, dadasining maxfiyatlikni saqla degan gapini esiga kelib, yanala o'zini tutib oldi. Qizchaqning benormal holatini ko'rgan aksi miras taqsimotidan rozi bo'lmagan o'xshaydi deb o'ylab, martlik bilan o'ziga bo'lingan mirasning hammasini uningga bermoqchi bo'ldi. Ammo qizchaqning maqsadi u bo'lmag'achqa aksini keskin rad qildi. Chunki dadasining bir ishni inchga o'ylab qildigan odam ekanligini obdan biladi. Mirasni bunday taqsim qilishda cho'qim bir sabab bor deb o'yladi. Yarim kecha bo'lib atrof jimjitlikqa cho'mganda qizchaq bu gamiga yana keldi. Biroq bu qitim buvayning o'rni karvatga almashgan bo'lib, uning har holda hayot ekanligidan derak berdi. U asta-asta buvayning yoniga kelib barmoq izini ilib oldi. Ham darhol qaytib barmoq izini saqchi idorasiga berib, uning salohiyatini tekshirib beqishga berdi. Arqadan u o'zining salohiyatini oshkorlanib qolmaslik uchun niqob taqib buvayning qishiga keldi. Lekin buning qilchi ahamiyati yo'q bo'lib, buvay uning salohiyatini burula bildiganligini aytdi. Hatto qizchaqning yo'tisida tugmdek bir mang borligini aytib berdi. Qizchaq o'zidagi niqobni ilib keyin nima uchun bu yerga qapsilib qolganligini so'radi. Lekin buvay bu ishlarning javobini berilmoqchi bo'lsa, avval o'zining qo'rsiqini isil taomlar bilan to'yg'izish kerakligini aytdi. Chunki qizchaqning dadasi o'lib ketgandan keyin 10 necha kun tomoq uzilib qolgan edi. Qizchaq birib nurg'un go'sht kebab ham isil tomoqlarni ilib keldi. Buvay to'ygandan keyin gap boshladi. Bu filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ekran ko'rgan Kosko saloniga qo'shilib 136 raqamini yo'llab ko'ring. Agar topolmasangiz bosh betdagi birinchi zopinga qarang.